Mashinamiz sotuvda yili 9, 10, 11 emas. 9 da chiqmagan to'g'ri bilaman. Bu mashinamizni shundoqlikcha sotamiz, $3700 ga beramiz. 2014 kraska bo'lmagan joyi bokovoy bilan labovoy. Qolgan joyi ponni kraska. Endi mashinani sotamiz xullas. 4 ta balon yaxshi, yurib turgan holati. Bitta ichini ko'rib olamiz okalar. Mana qarang-a, Mercedes rollarni qo'yib qo'yishgan, ichlari ham o'ta ajoyib. Bunaqa qulay faqat O'zbek avtoda bo'ladi. Sizlar bittadan like bo'lsa davom etinglar, men bundan ham o'zini chiqaraman. Mana hammalar ko'rib turishdi, guvoh. Shunaqa qo'yibdiman. O'zimga odam yig'ish boshqa emas. Realni 3700 ga. Hop, yili 14 edi, motorda moy-poy yemaydi-a? Qatoq qarab olishadi. Ha, bitta motorda bitta prikratkasida nimadir ishi bor. Bo'lsa $100 lik ishi bor. Aytib ketay, yolg'on bo'lmasa, qolgan joy 100% toza. Telefon raqam 93 lik 068 64 54 variantga berilmaydi.